Sug'urta mol-mulk, sog'liq yoki hayot, biznes va qiymatga ega bo'lgan boshqa yo'nalishdagi xatarlarning moliyaviy himoyasidir. Sug'urta xizmatlari haqida xabardor bo'lish, vaqtida sug'urta qildirish haqida aholi o'rtasida, shuningdek talabalarga tushuntirish berish maqsadida Kafil sug'urta kompaniyasi aksiyadorlik jamiyati tomonidan bir qator ishlar amalga oshirilmoqda. Hozirgi lavhamiz shu haqda. Sug'urta nima uchun kerak? Ko'pchilik aynan mana shu savolga javob izlaydi. Bilganlarimiz esa avtomashina sug'urtasi haqidagi ma'lumotdan iborat. Bu esa sug'urta vakillaridan yanada faolroq bo'lishni, sug'urta xizmatlari haqida aholiga keng ma'lumot yetkazishni talab etadi. Ana shu jihatlar e'tiborga olinib, Kafil sug'urta kompaniyasi aksiyadorlik jamiyati tomonidan Xorazmda tadbirlar o'tkazildi. Urganch xalqaro aeroportida kutib olingan mehmonlar dastlab seminar uchrashuviga taklif etildi. Unda bir qator muhim vazifalar kelishib olindi. Ish qamrovini va sifatini yaxshilash maqsadida bir qator ishlar bajarildi. Jumladan, kompaniyaning Urganch shahridagi filiali endilikda mana bu yangi binoda o'z faoliyatini olib boradi. Binoning ochilish marosimida shu haqda ta'kidlandi. Bundan tashqari ishda sifat darajasini yuqoriga olib chiqish maqsadida Urganch filiali uchun may oyi namunali filial oyligi sifatida belgilangan edi. Bu vaqt ichida xodimlar o'z ish jarayonlarini tanqidiy va tahliliy ruhda baholash imkoniga ham ega bo'lishdi. Oylik yakuniga bag'ishlangan seminarda ana shu ma'lumotlar sarhisob qilindi. Yig'ilish yakuni bo'yicha har bir ishchi guruh tuzilib, ishchi guruhlar viloyatlarning o'sha tuman markazlariga yuboriladi. Rivojlanib kelayotgan sug'urta bozorida aholiga bo'lgan sug'urtaga ishonchni oshirish. Shu bilan birgalikda hozirgi kunda yuz berayotgan bahs hodisalar, turli tasodiflar, shu bilan birgalikda moliyaviy ziyonlarni qoplash bizning ustuvor vazifalarimizdan biri hisoblanadi. Seminarda aholining sug'urta savodxonligini oshirish borasida qilingan ishlarga ham e'tibor qaratildi. Kompaniya tomonidan taklif qilinayotgan xizmatlarni aholi o'rtasida yanada keng targ'ib qilish kun tartibidagi asosiy masalalardan biri bo'ldi. Sug'urta agentlari tarmog'ini rivojlantirish maqsadida viloyatdagi ikkita oliy ta'lim muassasalari bilan hamkorlik oldindan yo'lga qo'yilgan edi. Natijada universitet talabalari agent sifatida ish faoliyatiga jalb etildi. Nafaqat poytaxtda, balki viloyatlarda ham sug'urta xizmatlarini keng ommalashtirish. Buning uchun har xil keng ko'lamli ishlar amalga oshirib borilmoqda. Xususan, institutlarda talabalarni orasida agentlarni tanlab, ularni mana shu sug'urta faoliyatiga jalb etish. Bundan tashqari, tadbirkorlik subyektlarida, har xil moliyaviy tashkilotlar, tijorat banklarida ham sug'urta xizmatlarini rivojlantirish. Bugungi kunda kompaniyada 10 dan ortiq agentlar ish yuritishmoqda. Ularning asosiy vazifasi aholi o'rtasida sug'urta xizmatlarini targ'ib qilishdan iborat. Ana shu ishlarni muvaffaqiyatli bajarib kelayotgan xodimlar munosib taqdirlandi. Shu kunning o'zida sug'urta kompaniyasining filiallari Bog'ot tumani hamda Xiva shahrida ham ish boshladi. Yana bir ma'lumot: namunali filial oyligi Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida o'tkazilishi ham belgilangan.